Bu kichkina arza bu. Mini arza. Mini arza. Bularda şu 200 ming so'mdan ko'p beraman. Bundan ham bir 5-6 danasi bor. Ustaxonada tovuladi xudo xoladi. Aqtiqlari, kamputlari, shikanatlari solib, ina shunda aqtiq yegan vaqtida, qidirib yegan vaqtida ina shuni vajani ichidan olib beraveradilar xudo xolasa. Ina eshiklari shunday deb ochiladi, ina shunday, ina vajani qo'yib olib bemalol ishlataveradilar. Buni 150 ming so'mdan berib turak, bayram padarkasi bo'lsin, 90 ming so'mdan berib beraman danasi. Bir danası 90 ming so'm. 150, 140, 130 emas, 90 ming so'mdan dükkanda 2 dana kelib olib ketaveradilar. Ha. 2 metre 90 razmer. 2 metre 90 400 ming so'mdan beraman. Endi shu yerdan bahasini meni yozib qo'yaman. Kelib ko'rib bemalol shu yerda olib ketaveradilar. Xudo xolasa. Bayramda yine bir kızımıza ya bo'lmasa şu bir oğlumuza xudo xolasa padarka hisobida 400 ming so'm qo'yib beraman. 500-650 ming so'mdan sotib turamiz Ispaniyada. Bahalarda tushirib tushgandan ham tushirtmashimiz xudo xolasa. Inamunda yana 2 damlik Ispaniyamiz turibdi. Bunun razmeri 220-160 material, EMDF materialdan. Bo'ylari ham pes emas, ko'rinib turibdi. Bo'ylari ham pes aytavermang. Necha turibsizlar? Uyga ketdik, dam olish deydingizlar-ku, bayramda dam olamiz deb. Ne satıldımı ya? Ne gap borasizlar men xudo xolasa? Ay, tüfelen молодец. Молодец. Bu halkımız üstünde oturup erteng bir yangi yılda bir toza yılda kutib olalım deb niyat etib turibdilar. Bizlarda to'xtashma yo'q, 24/7 deb qo'yibmiz-ku. Xudo xolasa. Telefon etib kelaveradilar. O'zi kichik olsam katta ustalar-ku. O'zi Bunun bahasini xudo xolasa 2 milyon so'm deb qo'ysak mayga. 2 milyon so'm bo'lsa, xalqimiz quvonib olamagan rahmat aytib. Matrası bilan. Matras deganda machalka matras 12 santimetrlik ina, qalınlığına 12 santimetrlik machalka. Machalkaga 15 yil garantiya. Mık etmeydi. Bunun bahasını 1 milyon 800 deb qo'ysa, 1,5 milyon so'm qo'yaman buni. 1 milyon 500 ming so'mdan qo'yib beraman buni. Matrasi bilan. Tamam. Avayna üstüne yaz koyman matrası bilan tur kelib ko'radilar, bahandan olib ketaveradilar. Qo'yamiz. Endi ko'pchilik klientlar arzonroq varianti yo'qmi dedi. Bir misol hamma sal qimmatroq olmayman, azroq variantdagilari bormi dedilar. Lekin sifati bir bilan. Prosto bilan matrasında bo'lib turibdi gapida. Bulardan menda machalka qo'yilganlar üstüne. Ko'p odam matras kerakmidi, adden o'zini ber matrasiz desa, shundayna machalka qo'yib tovar tutib ko'pmiz boshlarni. Buning bahasini 1 milyon 600 ming so'mdan 1 milyon 500 ming so'm eng oxir bahasi berib turaylik. Yangi yilda bahalarni tushiring. Yangi yilda bu klientlar bir hazat ko'rsin videoni. Hazat mebel asıllar arzonroq deb tursiz. Şunu canamını 1 milyon 400 mingdan qo'yib beraman. Shunday polka bo'ladi. Bunda inamında addenni kostyumlarni, chalvorlarni ildirib qo'yadilar. Ina balandinda seplarnacha bor. Shkafimiz razmeri 240, MDF variantda ishlangan. Aynalar ham inamda farset ayna bo'ladi. Bu sinatdan emas. Bemalol urib ishlataveradilar. Bolalar deyib ketsan chiqadigan, urvasan chiqadigan deyillarga ina shunday. E'tibor etsangiz, aynası bo'ladigan bo'lsa, aynasini arkasi ham shunday butun ina. Hem mere şunu yapıp işlengen. Yok, kullaplarım vakumlu kullapta. Şimdi şu bu halkımıza bir tane şikaptan bir ne dese olar. Bu padarka hesaptan bu. Padarka hesap. Bunun bahasını yine 2 milyon 600 ming so'm ahır bahasında koyup durmuz. 2 milyon 600 ming so'm. Aynanı sındırımız, ot yakımız. Buna şimdi demizden kriz taşımız prosto. Bunu 1 milyon 800 ming so'mdan koyup veremem. Tamam, gapime cevap yine yazılıp turibdi. 3 yillik kelturu 1 milyon 800 ming so'm pulunu verip özlerimiz uyuna aparıp verem. 2 milyon 400 ming so'm deb bahasını yazıp koyduğumuz ekan. Bu materialimiz ham MDF material oladi. Xudo xolasa şu yengilandi. Şikaptan bir 3 tane koca olib turibmiz, xudo xolasa klientlarimiz uchun 3 tane koca olib turibmiz. Yine beklerim hem polka bo'ladi, yüşilka bo'ladi, shunday yine kiyim bosham bemalol ildirib qo'yarlar. Mana shu xudo xolasa shu bahani aynasından sındırsam ega, aynasından sındırib ko'raylik. Bahasini 2 milyon 400 ming so'mda uchiraman, 2 milyon so'mdan qo'yib beraman buni bahasini. 2 milyon so'mdan 3 tane qo'yib beraman buni, xudo xolasa. 6 ishli variantda 2 milyon so'mdan 3 tane.
Hürmetli obancılar sizlere ederiz aytib ötsem. Hazaristan Bağat'a giremiz. Bağat'a girgenden keyin içinde yana 3 tom var. Ana şu 3 tomdan ötkenden keyin 10 kollanğızda içinde yana Ebror mebiller dükkanı bu arada Xudo hürmetli obancılar içinde yana görüp yani. Beyan tarafımız bu adam olsa Bağat'ı deden geleverişte 3 toma yetmeyin çap kullansa bu arada Xudo hürmetli obancılar. İçine giremez. Sizler hazır naklan danışıp ötemiz. Kullan genççe. Assalomu alaykum hurmatli Xorazm narxlar almashlar yurtdoshlar. Xudo xolasa biza bugun Bag'atga keldik hurmatli yurtdoshlar. Bag'at Ebror mebellar do'konidan keldik. Hozir qo'llangancha sizlar bilan mebellarning narxlarini tanishtirib o'tamiz qo'llangancha. Hurmatli yurtdoshlar, telefonlarni pastda yozib qo'yamiz. Tushunmaylar olsa telefonni kelsangiz bo'ladi Xudo xolasa. Narsa bilamizga parasizlar 7 gacha chiqarib giramiz Xudo xolasa. Hurmatli obancılar, biz avvalımızı görüntülerini içeren girip olduk yine. Panini stingerine kanasıya tanıştırmamız. Assalamu alaikum Roşan Bey Usta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lashman. Shukr, rahmat. Shukr Xudoga. Rahmat brat, o'zingiz ham sog'lashman, omon keldingizmi? İşte yaxshimi? Avon Xudoga shukr. Avon, nima ajoyib. Endi Xudo hozir bizlarning kanalımızga podpischilar yurtdoshimizda yangidan nima bo'ladi zakon etib narxlarda qo'yib berasiz. Şikayetler koyup parasmaz, falan koyup parasmaz, şunlara bir daha zakon edip koyup parasın dedi. Bo'ldi Xudo xolasa. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Kirib keladigan 2026-yil hammamizga shu nima desa bo'ladi, omad olib keladigan, baxt olib keladigan yillardan biri bo'laversin Xudo xolasa. Hammaning uyida tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. İşlerine rivoj tilaymiz. Xudo xolasa shu nechik mebellar emas, hamma mebellarimizni Xudo xolasa xalqimizga arzon baholarda shu sifatli vəziyyətə qoyub verəmiz, Xudo xolasa. Dastlab gəlimiz ham shu içində bo'ladi, Xudo xolasa. Yine şu bir yandan köşət para verəmiz, Xudo xolasa. Bo'ldi Xudo xolasa. Şu əvvəl ham acayib verəmiz, bundan keyin ham Xudo xolasa zo'r narxlarda acayib etib qo'yamiz. Ko'p odam yozdi beradi. Sizlarda arzon ekanda yozdik, kommentariyada o'qiymiz. Xudo xolasa o'qidik. Ko'p kutilmagan holda narxni aytib qo'yasiz. Bo'ldi, yine bu 4 ish yapmamız bo'ladi. Bular material MDF krashinli materialda ishlangan. Baholari 1.800.000 so'm. Kraskasini ham niyab ishni aytib chiqardik bundan. Shunda har kim misol klientlar keladigan so'raydi. Her mes bir xil rang olib qoldi ku deydi. Shu anda adden etib, shunday etib o'zlarini mos etib, bolajonlar uchun shunday etib ichlarini sepletib, buni kiltlarni e'tibor etinglar. Kiltlarning zamoklari ana shu kiltlari shunday sinatran kilt bo'ladi. Bu kilit boshqa kiltlarga tushmaydi. Hem yaxshi original vajada. Eshiklarning quloblari ham vakuumli qulob bo'ladi. Eshiklar qarsilab etib yurmaydi. Tilanda tortmalar bor. Bahasına keladigan bo'lsak 1.800.000 so'm, hozirgi kunda 1.600.000 so'mdan qo'yib beramiz. 100 so'm, 50 so'mdan meydalab o'tiribmiz. 1.600.000dan qo'yib beramiz buni, Xudo xolasa. Asan bundan keyin 6 ishkap bo'ladi, razmeri 240 bo'ladi. Material MDF'dan, despolamat emas, MDF materialdan. Bundan ham shu quloplarini 4 tonadan qo'yilgan. İçlarining seplari necha? Hammasida bor. Buning kiliti denli boshqacha-da, aynan. Ko'rdingizmi? Buniki boshqacha. Shu başka kilit düşmüyordu Xudo xolasa. İçlerine dokument pullarda taxlab qo'yaveradilar. Oyma nakışı şunda ben. Oyma nakışı görüyor musunuz ne graver ketib qo'yilgan. Bu archilib, qirchilib qoladigan vaja emas. Bemalol suratdan bilan ishqalab bemalol seraveradilar Xudo xolasa. Bunun bahası hozirgi kunda 2.650 satib turardik buni. 2.650. 2.650 so'mdan satib turardik oxiri bahası. Endi shu Xudo xolasa shu xalqimizga taze yılda taze narxlarda 2.500.000 so'mdan qo'yib beramiz bularni. 2.500.000 so'm. 6 eshikli oyma nakışı. Bunda inamli gullarini adden etib qo'yiladi. İnamli fotolarini shunday o'zina bir boshqacha vid berib turadi Xudo xolasa. Endi navbat bu molishni suvetimiz bo'ladi Xudo xolasa. Bularni akşam olib kelib ustanib ketdik. Bahasini 2.400.000 so'm deb bahasini yozib qo'yibmiz ekan. Bu materialimiz ham MDF material bo'ladi. Xudo xolasa shu yangilandi. Shkapdan bir 3 tane qo'yib turibmiz Xudo xolasa klientlarimiz uchun. 3 tane qo'yib turibmiz. Şu anda narxini aytmaga sal o'ylanib turibman. Buning ham ichlarini ham keng. İçlərində seplər neçə var, turbaları var. Qullablar ham shunday vakuumli qullab. Pastlarında ham tartmaları var yana. 2 dana tartma qo'yilgan. Ortalarına ham polga. Ko'p klientlar ichlarini oching, eshiklarini ko'raylik. İçin düzülüşini çek deb so'raylar. Yana ichlaridan bemalol ajoyib etib kameraga olasiz. Yine buyaklar hem polka bo'ladi, vishilka bo'ladi. Shunday yana kiyim bosham bemalol ildirib qo'yarlar.
Ama buna şu Xudo xolasa işi bakanıyla aynasından sındırsam mı ya? Aynasından sındırmıyor körerlik. Bakasıyla 2 milyon 400 milyon somda uçuram 2 milyon somdan koyup veremem bunu bakasıyla. 2 milyon somdan 3 tane koyup veremem bunu Xudo xolasa. Avan. 6 işli variantta 2 milyon somdan 3 tane. Dastlabki Xorazm bo'ylab Xudo xolasa dastlabki qilib beramiz. Kelavererlerine. Xudo 6 işli iş yaptı bu 2 milyon somdan emdek bahada hiç yerde koyup bilmediler, koyup veremediler. Yine Xudo xolasa bayramdaş klientlerge zararına bolsa ber tutmaz yani. 3 tane. Avan. 2 milyon dediniz. 2 milyon somdan 3 tane koyup veremiz bunu. Renginin farkı yok. Renginin farkı yok. Mebelli süet, malışlı süet, bambuk süet farkı yok renginin. Aslında yine bir de 6 eşyamız var. Özgece dizaynda işlengen. Renkler hem şu mebelli süet, bam 6 eşyamız boladı. Buna şu 2 milyon 650 milyon somdan ber turvedik. Songun arxları, rüşkeleri, kullapları hem öcüne garantiye. Xudo xolasa ezetip işleteverler. Halkımıza uzak vaqt hizmet eder. Emniyet diyen material. Ama bu kıraklarına itibar etinler. Bu kurumka puh emas. Bu tolka maşin kreskede işlengen. Şimdi kırlatıran ya bir başka detıran emas bu. Bemalal yuvup serip arkan işleteverler bu narsani Xudo xolasa. Oyman akşa, emniyet etip işlengen. Munam şu Xudo xolasa şu 50 so'm 100 so'mda oturumuz. Tekiz 2,5 milyon so'mdan koyup beramiz mana Xudo xolasa. 2,5dan koyup beramiz aman. Renginin farkı yok. Renginin farkı yok onun ama. Köp joyda şu yanda köp klientler aytib keladi-da. Misol şu rengini akatib bering, ya bir molish niyat etib bering desa 200-300 milyon so'm pul qo'shib turibdi deydilar. Bizlarda unday emas. Bizlarda mebel birinchi qo'lda chiqadi. Birinchi qo'l mebel o'zimiz uzatamiz. O'zimiz narxlarni shu klientlarga arzon baholarda qo'yib beramiz Xudo xolasa. Sifatli mebellarni. Yine bom 6 ish variantimiz bo'ladi. Ikkinchi cheti kiyim boshqa saturan o'rta polka imbeda tortmasi bor edi. Buning ham bahasi 2 milyon 500 ming so'mdan qo'yib beramiz. 2 milyon 500 ming so'mdan. Xudo xolasa. O'rtasi polka bor. 6 ish kaplamiz ham shunday variantda. Inobedena spannilar bor. Отдельный spannilar, so'raydi ko'p klientlar. Отдельный spannilar tayyorlat ko'pmiz Xudo xolasa. Bular narxini keladigan bo'lsak 2 milyon 600 ming so'mdan matrasi bilan birga 220 ga 160. Matrasdan o'zlarimiz 100% o'zimiz ishlab chiqaramiz. Gelen klientlarga matras seximiz ham olib borib, matrasdan ham ko'rsataveramiz bemalol. Bu Toshkentdan keladi, Andijondan keladi, Vodiydan keladi degan gap yo'q. Bular ham MDF variantda, MDF variantda ishlangan. Boshlarini shunday polniy material bo'ladi bino. Xudo xolasa 2 milyon 600 ming so'm, buni 2 milyon 400 ming so'mdan qo'yib beraman bu spanni. 2 milyon 400 dan qo'yib beraman. Spanni отдельный o'zi, matrasi bilan. Bu spanlarimiz ham shu bahada bo'ladi. Bular ham shu bahada 2 milyon 400 ming so'mdan olib borib beramiz. Keyin bu yerda yana отдельный high-tech variantda spannimiz qo'yganmiz. Endi ko'pchilik klientlar arzonroq varianti yo'qmi dedi. Baribir misol hamma sal qimmatroq ololmayman, azroq variantdagilari bormi dedilar. Lekin sifati bir bilan. Prosto bilan matrasida bo'lib turibdi gapida. Bulardan endi machaka qo'yilgandan ustuna. Ko'p odam matras kerakmidi? Отдельный o'zini ber matrasi desa, shundayna machaka qo'yib tovar tutib ko'pmiz boshlar bilan. Buning bahosini 1 milyon 600 ming so'mdan 1 milyon 500 ming so'm eng oxir bahosi berib turaylik. 1 milyon 500 dan. Yangi yilda baholarni tushiring. Yangi yilda bu klientlar bir hazat ko'rsin videoni. Hazat mebel asli arzonroq deb tursiz. Shuning uchun buni 1 milyon 400 mingdan qo'yib beraman. Yana 100 so'm o'tib beraman. Olib borib o'rnatib beramiz Xudo xolasa. Rengining ham farqi yo'q buning ham. Bo'ldi. Xudo xolasa. Bayramda şu halkımız ezilsin. Bo'ldi. Yine şu bu 6 eshikli high-tech variantda shkafimiz bo'ladi. Bom krashinli kraska variantda. Laminat emas, MDF 100%, MDF'da ishlangan. Ishlari shunday o'rtasi shunday polka bo'ladi. Inoban tarafina shunday polka bo'ladi. Bunda inobanday отдельный kostyumlarni, chalg'urlarni ildirib qo'yadigan, balandinday seplarnacha bor. Shkafimiz razmeri 240, MDF variantda ishlangan. Aynalar ham inamli farset ayna bo'ladi. Bu sinatran emas. Bemalol urib ishlataveradilar. Bolalar deyib ketsan chiqadigan, urvasan chiqadigan deyillarga ayna shunday. E'tibor etsangiz, aynasi bo'ladigan bo'lsa, aynasini arkasi ham shunday butun ayna. Hamma yeri shunday deb ishlangan. Kesib qo'ygan emas arkasi. Yo'q, qulloblar ham vakuumli qullobda. Endi shu bu xalqimizga bir dona shkafdan bir no desa bo'ladi. Bu padarka hisobdan bu. Padarka hisob. Buning bahosini yana
2 milyon 600 ming so'm ahir bahasında koyup turibmiz. 2 milyon 600 ming so'm. Aynani sindiramiz, o't yakamiz. Buna shunday etamizdan kres tashimiz prosto buni 1 milyon 800 ming so'mdan qo'yib beraman men. Tamam, gapimga javob endi yozilib turibdi. 3 yil limiti kelib turib 1 milyon 800 ming so'm pulni berib o'zimiz uyini olib borib beramiz. Bo'ldi, aparda 2 yil o'rnatib beramiz ha. Yo, 100% xudo xolasa. Apar parangiz bilan neden bo'lib turibdi endi? Xorazm bo'ylab dastavkamiz bor. Ha. Bundan alam 2 lira farkı yok ha. Yo'q, farqi yo'q. Bir dal tamam olib borib beramiz shuni xudo xolasa. Rengining farkı yok. Rengining ham farqi yo'q. Bundan dışata bir dana koydum. Bir dana. Zarar bo'lsa bo'lsin. 1 milyon 800. 1 milyon 800 milyon. O'zi bu yine ahırı bahası 2 milyon 600 sat turardik. Bahana sındır 1 milyon 800 ming so'mga tushirib qo'ydim. Bu bahada hech yerda shkab yo'q, brat. 6 ishli. 6 ishli variantda yeni 240 içi chuqurlik 50 santimetr. Aslında yine bu mal işini variantda shkabimiz bo'ladi. Bom 6 eshikli, fotonli, inovalarni qarshilari shunday rezinkalar shundaylar qo'yib ishlangan. Sifatlar ham yaxshi, emdek materialdan. Bular ham shunday hammasida 6 eshikdan 4 eshik, 2 eshikgacha sef bor. Yine kiltlar ham shunday variantda yana original kiltlardan qo'yilgan. Qullablar ham shunday rossiyskiy vakuumli qullab qo'yiladi. Hech qaysini prostoy qullab qo'ymayman men. Şu 50 so'm, 100 so'muna qarab o'tirmas. Sifatli vajasini klientlar yana teylari shunday tortmayna, shunday deb ishlangan. Bunun ham bahasini 2 milyon 500 ming so'mdan qo'yib beraman. Xorazm bo'ylab dastavka ichida. 2,5 milyon so'm shunda. Avan. 6 ishli shapon. 6 eshik avan. Tak, aslında bu yoqda high-tech variantdagi 8 eshikli shkafimiz bor. High-tech variantdagi uzun bor. 320 bo'ladi. Teylarida shunday qator tortmalari bor yana. Bemalol müddet-çüdelerini koyup alıp işletişler mümkün hazretip. Yine şimdi işlerini açsa bir video şimdi açıladı. İçlerinde seyfleri, kiyim başası kuatreler kullap aytkanım 100% vakumlu kullap boladı. Bunun bakası 3 milyon 800 ming so'm, 3 milyon 800 ming so'm emas. 3 milyon 400 ming so'm beraman ben. 400 ming so'm skitket beraman bu şikayet uzun. 3 milyon 400 ming so'm. 8 eşli variantda. Yine bakasını yazıp koydum. 3 milyon 800 çizdim. 3 milyon 400 yazdım. Gelip görərsizlər. Benim olayına şu bakada alıp geçişler mümkün. Hiç kanday iki gap yok bir de. Bir gapli ben tamam. Gapime cevap. Tamam. Yine bir de yine 6 eşli yeni bir variantımız var. 6 eşli variantımız. Bunun bakasını 2 milyon 200 sat duruyorduk. 1 milyon 900 yazıp koydumuz. 1 milyon 900'den 3 liramız. Bunu 1 milyon 700 ming so'm etip berem. 6 eşli variantta şikabımız. 1 milyon 700. 6 eşli variantta. Ama kelip körüp alalım. Material EMDF yine. Pomni kreskede işlengen materialımız. Teler tartma, ortaları farset ayna. Bu prosto aynamas, bu sınavdan vereceğiz suda kalasa. Şimdi yine klientlerimize skit getirip bomba etip beremiz vereceğiz suda kalasa. Bir partlasın dedik de. Bir miyakine mal verin şu miyakineyle. Yine miyakini görseniz yine materyalları şimdi bark materialdan işlengen. Matraslar şimdi yine maçatkeler pampers püjün işleri acayip etip işlengen. Bunu 3 milyon 800, 4 milyon sattık. Ahırgına 3 milyon 800 sattık stolu bile. Stolu bile. Stolu bile 3 milyon so'm koyup beremem. 3 milyona koyup beremem stolu bile. Bu razmeri 360'a 260 bu. 360'a 260, 3 milyon so'm bayramga padarka etseniz ham bo'ladi, 100 alıp koysanız ham bo'ladi. Yine 3 milyon so'mdan tamam. Gapim gap, sözüm söz. Bir gapli ben tamam. 3 milyon so'mdan dükkanda duruptu. Gel öğresizler. Taburetçe 2 tane taburetçesi var. Taburetçesi hem kichkina taburetçe emas. Yan başlarına şunday deb o'zining materialini ishlangan. Bemalol hazzetip oturishlar mumkin üstünde. Yine bir tane mokri 6 eshikamiz bo'ladi. Mokri 6 eshikamiz bo'ladi. Bularda rengine qarang, rengine. 2 milyon 800 ming so'mdan bertimiz bulardı o'zi ahırına ahırlarda. O'zi bize birinchi qo'l klientlar ham shu bahadan topshiramiz. Kelgan klientlar ham shu bahadan satamiz. Yine görüp sifatini krashini material aynalar ham yudu ayna qo'yilgan. Ayna shunday deb yudu ayna ortalarına telerinde tartmalar var. 2 milyon 800 ming so'm, 2 milyon 700 ming so'm beramiz ahir bakar. 2 milyon 700'den ben. 6 eshikli krashini high-tech var. Renginin farkı ak, mokri, mebelini getiveradi. Svetinlikler ham var yine şu orta iş yanadı. Hazır yine şu altı işini açsa yine şu yukarısında durup yine. Üstünde prodası var. Yanıp durur. Knopçası var. Şimdi dedi renginin farkı yok. Aslında kokun ne bilemiz gezek. Kokun ne bilemiz 2 metrelik kokun ne bilemiz bu. Bu akril variantda işlengen. Kullaplar ham, ruşkeleri, tartmalı neçe vakum netilgen. Bu 2 metre. 2 metre. Bunu metrini 1 milyon 600'den ölçep turmuz.
Aa, bunu 3 milyon 200 ming so'm bo'ladi. 3 milyon so'mga berib beramiz buni. Ava, olib borib o'rnatib beramiz. Mo'kasini aytgan taraflarına qo'yib beramiz. Hala o'ngda, hala chapda. Shuni ichida mo'kasi. Ava. Ana 3 milyon so'mga 2 metrlik ko'xinli. 3 milyon para veremizlik, 2 metrlik, yana mo'kasi. Ava. İçinde vardı güzel. Ava. Bir dena 6 ish kablomuzun tilla sveti, altın rengi. Bu niyabishli renk, bu rengi çıkarış sel kıyrak doğrusu. Şunun için sel kemrak işimiz. Klientlerimiz hem köbrak soruyordu özüm bundan. Kreşkesini çıkarış sel kıyrak da böyle. Bula 6 iş variantlarına bahaların 3 milyon so'mdan koyup duruyorduk. Bayram aldı ana yangi yılda taze yılda şu üylerine gelip şimdi 6 iş acayip süperli vecerde haret edip alıvererler. 2 milyon 800 milyon so'mdan koyup veremem bana. 2 milyon 800'den. Bundan şu yukarıda svetler yanadı. Lampışa koyulgan şimdi. İçler yanıp başkaça vid berip duradi xudo xolasa. Ümberде yana ugologumuz var. Ugologduk razmeri 2.10'a 1.60 etip işlengen. Materialları şimdi moşi materialdan boladı. Oturatan yerler hem etibarıyla maçalkas kalın. Üçlük, 2,5'lik, 4'lük koyulgan emas. Buna 6'lık maçalka koyulgan. Üstleri bilen birge 1 milyon 800 ming so'm beramiz bunu. Tiler açıladı emin deb olup bina işlerinde. Sandık hesabı aynı. İşlerine bemalol veç koyup alıp işleteverirler bemalol yani. 1 milyon 800 ming so'mdan bundan ham ko'p xudo xolasa. Bayramda bir hasetip oturayım, ballar bilan 6 adam 7 adam bemalol oturayım, çay içip aşxonaga qo'yaverarlar. Tabretkaları var yani. 2 tane tabretkasi bo'ladi. Tabretkalar necha ajoyib etib sifatli materiallardan qo'yib ishlangan. Xudo xolasa shu yerda endi bir dona shahana mebelimiz bor. Xudo xolasa buning bahosini necha qo'ysa kerak. Buni shu bo'yinga tushmasa bo'ldi ish qilib. Hammasini skit ketib qaytib arzonlashtiryapmiz. Buni şu 7 yarım berk duruyorduk bunu. Bu şahananı. Bu material sel köbrak duvayno işlenedi. Bellerin maçalkeleri, bellerine oturatırlar boşkuna acayip etip işlenen materialam zor materialdan. Bunu 6 milyon so'm bilan üstleri bilen beremiz bunu bırak. Tamam. 6 milyon so'm üstleri bilen beremiz suda kalasa. 6 milyon so'm yana üstleri bilen kalası. Yana fark veremiz he? Tamam. Ap barıp onlatıp beremiz suda kalasa. Arkalarına bakınız. Arkalarına hem bir material. İna bir de bina ak variantda 6 iş kablamız. Endi hozir klientlar ko'p 6 iş kablamaga qaratdi. Necha uyunda evvel bize qatar, siz qatarlar uylangan, 10 yil, 15 yil bo'lgan uylangandan 6 ish kab, misol shu ishkablar uydilar ozgina qachqa zamonaviy etib ishkab olib qo'yib turibdilar. Xudo xolasa endi shu baholarni ham ajoyib etib qo'yib beramiz. 3 milyon so'mdan qo'yib turadik. Buni 2 milyon 700 ming so'm etib beraman buni endi. 2 milyon 700 ming so'm endi. 3 milyon so'mda ham baho sindi. Tamam. Bir dana 2 dana mı ya bir nima? Bundan cheklanmagan miqdorda. Necha desalar ham bor xudo xolasa. Shu bahodan olib borib o'rnatib beramiz buni xudo xolasa. Qaysi so'g'anim bor? Shuni aytib o'tishmayapsiz. Endi chislasi xudo xolasa yanvar oyi ham beraman shu bahodan. Yanvar oyi polniy beraman shu bahodan. Havo 2026-yil yanvar oyida xudo xolasa beraman polniy. Havo gelip yanvar 29'unda gelsen şu bahodan beraman xudo xolasa. Renginin farkı yok. Renginin farkı yok. Mokri süet, ak süet, her xil renklerinden çıkartıp para veremiz yine. İnabede'nin altı işgamız bu bambuk süette işlengen, material MDF, 100%. İçlerini açıp görsen yine içleri şimdi ruşkeler emine çok ki altı süet ruşkelerden koyulgan. Kullapları şimdi vakumlu kullap boladı bunun. Bunun bakasını 2 milyon 800 ming so'm deb ko'p ko'pmiz. Eng oxirgi baho satılan baholarında da 2 milyon 800 ming so'm. Buna mina şu tushiramiz 2 milyon 400 ming so'm etib beraman buni. Tamam. 2 milyon 400, 100 so'm, 200 so'm maydalab o'tiribmiz, 300 so'm, 400 ming so'm arzonda beraman xudo xolasa. Bundan ham ko'p kelaverarlar. Rengining umuman farqi yo'q. Xudo xolasa. Aytib turmoq, birinchi qo'l o'zimiz uzatamiz bu mebellarni. Inobedana 4 eshikamiz bor. Bu bolalar uchun bunun şu 1,5 milyon sattırayım. 1 milyon 400 ming so'm etib beraman bunu xudo xolasa. 1 milyon 400 ming so'm. Tamam. 4 eşli variant tamam. Bir yani şimdi ne bo'ladi? Kiyim asıp koyduğun sepleri var içinde. Tende tartması var. Ben tarafımın polka bo'ladi buna yine hata. Bemalol vach qo'yib olib vaziyatib ishlataveradilar xudo xolasa. Tamam. Olib borib o'rnatib beramiz xudo xolasa.
İspanya'da bir şey anlamadım. Vereceğimiz götürdüler. Birinci kol dediler. Ha, birinchi qo'l o'zimiz uzatamiz bajaga 100%. 15 yildan buyon o'zim ham ishlab, ustaxonada shunday mebellarni ishlab chiqaramiz. Ha, matraslarimiz ham o'zimizda, xudo xolasa. Machalki, matrasdan o'zimiz chiqaramiz. Machalka matras, prujin matras, ortopedik matras, har xil matraslardan bor, xudo xolasa. Ha. Hurmatli obunachilar, endi deniz shkaf, spalni, 4 shkaf hammasini tanishtirib bo'ldik, miyahkilarni, xudo xolasa. Buyog'inlarda to'y mebellar bo'ladi. To'y mebellarimiz ham shu ajoyib, zakonli narxlarda ajoyib ko'p beramiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom eting. Bu kompletimizning spalnisi, 2 dan tumbasi, svetiniklari yanadi. Bunda turmasi, turmasi ham 1.60, 1.40, 1.20 emas. Razmer 1.60 kattalik turma. Bu ham baland, xudo xolasa. Bunda yana 6 teshli shkafi bo'ladi. Material MDF bo'lar ham shunday krashinni etib ishlangan. Buning bahosini 7 million 800 ming so'm deb 7 million 600 berib turaylik oxir bahasi. Buni 7 million 400 ming so'mdan xudo xolasa olib borib o'rnatib beramiz. Ruschalar ham shunday deb ochiladi buningni. Ishlari shunday, ishlarida seflari hammasida bor, xudo xolasa. Tiylar 7 million 400 ming so'm etib beramiz buni. Komplet. Kompletda shkabi, spalnisi, turmasi, 2 tumbasi, matrasi, kursi 9 vaji bor bunda, xudo xolasa. Kompletning davom. 6 ishli variant davom. Bom krashinni etib ishlangan. Sifatlarini ko'rsangiz, loklari, kraskalari do'ynib olingan bu, xudo xolasa. Yuvib serib ishlataveradilar bemalol. Bunda yana Safiya kompletimiz bo'ladi. Bu kompletimiz ham yana spalnisini ko'rsangiz 220 1.60. Buning ham yana bo'y balandligi salkam men bilan teng, polni material etib ishlangan, krashinni variantda ishlangan 220 1.60 bo'ladi. Bunda yana turmasi bo'ladi. Bunda turmasi yana. Turmalar ham yana men 1.80 bo'yim bemalol ko'rsatadi. Allinday tabir o'tkasi, turmalar ham yaldirab chiroyli bo'lib, qishdan oppoq qor bo'lib turibdi, xudo xolasa. Kelib bemalol xarid etib ishlataveradilar. Bu oq mebel olsak nechik bo'ladi degan, kirovkalar degan, dog' bo'ladi degan gap bo'lmasin. Nechun bu MDF krashinli material, mashin kraska so'b ishlanadi bunga. Bemalol suv bilan, latta bilan serbatib ishlataveradilar, xudo xolasa. Bunda yana shkaf turibdi, shkafini qarang. Oppoq qardi bo'lib turibdi buni. Qoshlari yine oltin svetda shuni o'zlarini yarashib turadi, bezak berib ishlangan yana. Shkaflarimiz ham material MDF. Bellarni ko'rsangiz yana shunday deb o'ymatib ishlangan yana. Ko'rdingizmi? Yana ichlarini ochib ko'rsangiz yana ichlari shunday seflari bo'ladi, kiyim boshqa skvadron bo'ladi. Ina bu yerda yana o'rtasida MDF polkasi bo'ladi. Tenda 2 dona pulsini tortmasam bo'ladi. Millat hujjatlar solib qo'yadigan bemalol. Yine shunday deb ishlangan. Ben taraf ham shu kiyim boshqa skvadron bo'ladi. Xudo xolasa buning narxini 6 million 800 ming so'm deb turibmiz. Xudo xolasa buning ham narxini gelishtirib, ajoyib etib 6 million 600 ming so'mni olib borib o'rnatib beramiz. Xorazm bo'ylab. 6 million 600 ming so'mni olib borib o'rnatib beramiz. Avon. Avon, xudo xolasa shkaflar ham materiallari zo'r etib ham mellar chot ketib ishlangan. Ruchkalar ham mashin paketda keladi-ku, paket etib qo'yilgan, xudo xolasa. Kelib ko'rib olaveradilar bemalol. Ina bu kompletimiz yana high-tech variantda ishlangan, bomb krashinli material MDFda ishlangan, aynalar yana 4 dona chiroyli etib oyna qo'yilgan bu ham. Buning bahosini 7,5 million so'm deb turibmiz. Xudo xolasa buning bahosini 7 million etib beramiz buni. Dilshatamning kanalidan ko'rib keldik videoni desalar, xudo xolasa shu vaqtda yana bitta ustunda ozgina bor, kelishamiz. Buni endi nasib yo o'zinmi yo nasib bo'lmaydi. Bomb komplet. Shkabi, spalnisi, 2 tumbasi, yine boshlarni ko'ring. Oyoq uchundan bunday sofalina, oyoq shunday ochiladi, ichlarida bemalol ko'p olaveradilar. Plus arja 2 dona tabletga kursi bor. Bunda 10 vaji bor kompletda. Yine bellar o'ylar yanadi. Yine bellarni tortmaydi, ko'rdingizmi? Shunday deb tortiladi bu. Bellari bunday shunday deb ishlangan yana, xudo xolasa. Ajoyib etib. Xudo xolasa etib ishlatadilar. Matraslar ham zo'r, garantiyasi bilan beramiz matraslarimiz ham. Ortopedik matras tashlagan üstüne, klassik zo'r matraslar. Asan addenli turma so'ritralar ham to'ladi, bir deyim. Yine şurada 2 dona turmamız var, xudo xolasa. Buni zakaz bilan yana uzatib beraveramiz. Tayyor kerak deydigan mijozlarimiz ham tayyorlar ham bor, xudo xolasa. Kelib ko'raveradilar yana. Yine turma mebelni svetda ishlangan, material MDF buning ham. Buning bahosini 1 million 600 ming so'm, axiri bahası 1,5 satib turaylik buni. Bayram bo'lgani uchun toza yilda
taza turib olib ana ishlasizlar, xudo xolasa 1 million 400 ming so'm etib beramiz buni. 1 million 400 ming so'm etib beramiz. Ava. Mebelning sveti boshqacha rangi bormi? Menda oq svetlar bormi deganlar, oq svetlar ham bor edi. To'g'rida turibdi, oq svetina, xudo xolasa mana. Oq svet desa oq svet, mebel svet desa mebel svet, bambuk svet ham bor. Ama xudo xolasa. Gelib ko'rib bemalol olaveradilar. Bu kichkina arza bu. Mini arza. Mini arza. Bularda shu 200 ming so'mdan qo'yib beraman. Bundan ham bir 5-6 donasi bor. Ustaxonada tovuladi xudo xolasa. Aynan bundan ustalarına har xil variantda manglaylarimni nikel o'ynayib ishlangan, ko'rdingizmi? Bu bir yonboshlari ochilib, kirsilib turadigan mo'ja emas. Geometriyali shunday laminatda ishlangan. Bular baholarini 450, 550, 480 deb o'tiribmiz. Bu bahosini bitatan aytaman. Necha o'zim optimchi bo'lgandan keyin materialning tushib turgan bahosi ma'lum. Kelishatan aytib o'tibman. 380 ming so'mdan beramiz buni donasini. Razmeri 180lik bo'ladi. 2 metr deb aytiladi bu. 2 metrlik ustari yo'q, 180lik bo'ladi. Yana bu tillarni ko'rsangiz, shunday taxta etib ishlangan, ko'rdingizmi? Pola kakatdan taxta bu. Reka 2lik emas. Shu pola kakatdan taxtani to'g'ri kesib pena qo'yibmiz, xudo xolasa. 380 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda nechal desalar. Ranglarning farqi, har xil ranglari bor. Ama shunda bir dona turmamiz ham bor yana. Arg'inin qo'shimchasi. Buni yana shu 1 million 600 ming so'mdan sotib turibmiz. Dim qo'ymasalar 1,5 dan ham berdik. Boring shu yangi yildan 1 million 400 ming so'mdan qo'yib beraman. 1 million 400 ming so'mdan. İnaştırma özünü. Yine gerek dese de yine beraberimiz boy bu. Ama ruchkalarni ko'ring, qulloblarni ko'ring. Shunday deb vakuumni qullab etib ishlangan. Prostoy vej emas. Arzon aytib turibdi, prostoy vej ditrallar ham to'g'iladi arada. Lekin bunday emas. Material endi. Qulloblarni yana shu ochgan vaqtida o'zi tortib yapadi 100%. Rengi mramorni svet deb aytiladi. Rengi mramorni svet. Inabellarning qoshlarini qarang. Xo'shati, bezaklari ajoyib etib ishlangan. Ko'p miyatli ko'p mana. Ava. Xudo xolasa addenni turma ditrallarga addenni turmamizdan bor. Xudo xolasa. Inamında yana 6 eshikli shkabimiz bo'ladi. High-tech variantda 6 eshikabimiz bo'ladi. 240 razmeri, kattaligi. Buning ham ichlarida shunday bir kiyim-bosh asib qo'yadigan, ben tarafı ümidi polka yana ichi, ben tarafı ham shunday kiyim-bosh asib qo'yadigan, ichlarida plus обязательный sep bor. Tamam. Bunun bahasını 2 milyon 400 ming so'm sotibmiz deshadi. Oxirgi bahası 2 milyon 300 bor. Ava, yangi yilda, köne bahalar ham qolsin 2 milyon so'mdan beraman buni. Tamam. 2 milyon so'mdan yazdım, tamam. Kelib ko'rib xarid etib olaveradilar bemalol. 2 milyon so'mdan bor bundan, ko'p. 6 eshikli 2 milyon so'mdan berdingiz. 2 milyon so'mdan berdim, tamam. Ko'p bundan, xudo xolasa. Ina bir dena birdan ugologimiz bor. Ugologni shunday deb üstünde oturgan vaqtimda shu diza tiymasa hisob emas. Ko'pchilik ugologlar bor, eminday bo'lib o'tirasizlar. Shunday bo'lib turadi. Bular shu o'tiradilar keng etib ishlangan, xudo xolasa. Shuri keng, bu yerni 45 cm, 40 cm etib qo'yibdilar. Bular 50 cm. Ham machalkasi qalin. Hazatib o'tirib üstünde bemalol ishlataveradi. Tamam, hem razmeri misali ugolog emas. Razmeri misali shuna 180 etib uzatib o'tiribdilar. Shunday bo'ladi. 180 shunday kalta. Bu 210 bu. 210 160. Bundan ham ko'p 1 milyon 800 ming so'mdan ustari bilan beraman, xudo xolasa. Ustari bilan 1 milyon 800 dan beraman buni. Hazırda şata xudo xolasa shu yana shu Spaniya stengalar aytamiz. Endi shuni desa bo'ladi. Yangi yilda shu bir Ro'shanbek mebelda hayron qoldiraldi deb tumandan klientlardi. Baholarda tushirib tushgandan ham tushirtmashimiz xudo xolasa. Inamunda yana 2 odam Spaniyamiz turibdi. Bunun razmeri 220 160 material, IMDF materialdan. Bo'ylari ham pes emas, ko'rinib turibdi. Bo'ylari ham pes emas. Videoda tuni ko'rinadi xudo xolasa. Bunun bahasını necha so'm desam eganda bo'ylanib turibman. Bahasini bunun bir bahasini o'zingiz aytasizmi ya? Necha bering? Palonsoma so'rab bir kelishali sizing bilan. Pastdan boshlab so'rayvering, qo'rqmay so'rayvering bemalol. Biz Spaniyalarda ko'rgan bo'lsangiz, arg'i xonada 2 milyon 400 ming so'mdan qo'ydik oxirgi bahasini. Bundan shu klientlarga bir dona qo'yib beracakman. Bir dona. Xudo xolasa xolis niyat etib kelsalar shu bir donasini qo'yib beraman shu bahona. O'zim aytavermay. Ay, nishatib turibsizlar?
Al uyga ketdik, dam olishda dedingizlar-ku, bayramda dam olamiz deb. Ne Satıldı mı ya? satıldı mı ya? Nega gap borasizlarmi xudo xolasa? Ebrar korma. Ay tüfelen молодец. Молодец. Abi bu halkımız üstünde oturup erteng bir yangi yılda bir toza yılda kütüp alalım deb niyet etip turupdilar. Bizler de to'xtashma yo'q, 24/7 deb qo'yibmiz-ku. Xudo xolasa. Telefon etib kelaveradilar. O'zi kichik bo'lsam katta ustalar-ku. O'zi Mesela ayting bakasını. Buni bahasini xudo xolasa Bir sındıram 2 million so'm deb qo'ysakmi aka? 2 milyon so'm. Ha. 2 million so'm bo'lsa, xalqimiz quvonib olamagan rahmat aytib. 2 milyon so'm ay. Ha, matrasi bilan. Matras deganda mochalka matras 12 santimetrlik, ha, qalinligini 12 santimetrlik mochalka. Mochalkaga 15 yil garantiya. Miq etmaydi. Ha. Bu bahasini 1 million 800 deb qo'ysa, 1,5 million so'm qo'yaman buni. 1 million 500 ming so'mdan qo'yib beraman buni. Matrasi mana. Tamam. Havayna üstüne yaz koyman matrası bilan tur kelib ko'rarlar bahandan olib ketaverarlar. Cevap var. Javob 2 odamlik spalni 1 million 500 ming so'm. Ya brat, gap, so'zim so'z avan. Xudo xolasa yana. Ava guvohlayna. Ava siz guvoh, men guvoh, bular ham guvoh. 1 million 800 ming eshitdingmi abrar? Ertang men so'gib yurmalarga, mana bu deydan berdingiz. Bo'ldi, ertang to'nqillab yurmama, ne uchun 1,5 ga berdingiz 2 odamlik spalni deb. Xorazm bo'ylab dastlabki içinde libo bir mebelga bir dona bo'lsam farqi yo'q. Ama xudo xolasa. Bir dona ama 2 dona ama polni Xorazm bo'ylab dastlab ketamiz, qolgan viloyatlarga kelishamiz. Ama buni bu komplekt bo'ladi bu xudo xolasa. Ben yana bu tosh svetda aytiladi, shu muramirni svetda bu Amernini ko'rsangiz, shunday deb bezaklar qo'yib, ajoyib deb ishlangan. Bu material MDFdan bo'ladi. Shkabi, spalni, 2 tumbichkasi, 2 dona kursi, turimosi bor, bunda sandig'i bor. O'zim ham yanglishib ketaman aytib turgan vaqtimda. Ya sonini da shu 9-10 vaziyat beramiz xudo xolasa. Kelaversizlar yana matraslar ham yana ustunda turibdi, ajoyib. Purjin matras bor, xudo xolasa. Garantiyali matraslarimizdan. Kelib ko'rib bemalol sifatlarni tekshirib ko'rib olaveradilar. Materiallarni garantiya buning xudo xolasa. Eshiklarini bunday ochsangiz, vakuumni qo'llab 100%. Buni 6 million 800 ming so'mdan sotib turibmiz. 6 million 700 eng oxiri bahasi. 6 million 500 ming so'm aytib beramiz bu. Muramirni tosh svet bor. Xudo xolasa. Toza chiqqan ranglardan biri bu da. 6 million 500 ming so'm komplekt etib beramiz. Avan xudo xolasa. Dastlabki ustanobga hamma shu ichida. Qo'shlar zakon chiqib niyat ko'p qilgan hurmatli 6 million 500 ming spannizi va yana portlashtlar ichida. Yo'qotma ko'radi. Baholan chiqamidan yazma xaroqlar. Bundan 6 ishkabimiz. Bundan arxan adam ko'rsatdik. Buni 2 million 500 ming so'm aytib beramiz xudo xolasa. Avan. Biz bor. Bir odamliklar. Do'stim, xullasini. Hozir bu shkabimizni 2 million 900 ming so'm deb turibmiz bunda shata. Bu 2 million 900 bo'lganning sababi bor. Buni ichini ochsangiz korobka 60 santimetr. Hani biri ne buna? 60'lık. 45, 48, 50 santimetre. 60'lık ham so'tirallar bo'ladi. 45 sant, 48 sant bo'ladi. Buni 60 etib ishlab qo'yibmiz, xudo xolasa. 50 ekandanmi? 50. Buni 2 million 900 ming so'mdan turibmiz, 2 million 700 dan beramiz. Ichi 60 bo'lgani uchun. 6 eshiklar bu? 6 eshiklar bor. 2 million 700 dan. 2 million 700 ming so'm. Ishlari bunday polka etib ishlangan. O'rta polka ila bunda tortmalari bor. Bu yon tarafı ham mana shunday deb ne deb ishlangan, steplargacha muajib bor. Xudo xolasa. 2 million 700 etib beramiz bu bahasini. Bu yerdagi shkafimiz ham bu shkafimizdan ko'p sotilib turibdi-da buni. Shuning uchun izini uzataveramiz buni. Necha ko'p sotilib turibdi-da bu. Mana 2,5 million so'mdan turibmiz. Ina bu yerda high-tech variantda niyavish niyatib ishlangan komplektimiz bor. To'y mebel xudo xolasa. Mana fotolarni ham e'tibor etsanglar, shu yerda ko'p odam aytadi-da, bu tushib qoladi ekan, yana bir narsa hundiy emas, u ustasına bog'liq, hamma narsa-da. Mashindan uzatsangiz bir usta kalat etib uzatadi, birisi uzatolmaydi-ku. Shu ustasına bog'liq. Biza bu narsalarni germetik bilan bosamiz. 100% tiyindan germetik urilib keyin bosiladi. Germetik bilan o'zingnasi bormi? O'zinnikidan tashqari, kilaydan tashqari germetik bor bunda.
Ama işini açılıp kırçılıp küçük kadar vereceğiz bu. Bir malal yiyip verip işletevererler. Kreşinli varyantlar Rusçalarından biri altın süvetlerden koyup koymuş. Ama yine işlerini şimdi görseniz bunun 60 edip işlengen bunun içi ama. İçin çukurluğu 60 santimetre. Bir malal kelip körüp harita edip alavererler. Aynalara yine şimdi deyip arkaları şimdi som bütün kesip ortasını alıp içinden kullan emez. Aynalarından bir malal vurup işletevererler. Ama. Arkasından bir despisi var. Bam 20 etikte basılanlar. Bu kuda kalacak. İnan bunda inan spandisi. Tomuçkelerde inan spandisi şunu deyip işlengen. Birlerinden kiyikleri şimdi yan adılan bir şey. 3 kıl variantta yan adamın. Ama kuda kalacak. Bunda inan turiması. Turimasına ben inan karan. Men boyuma karan. Turima ben inan karan. Bu bakası misalı 7 milyon 500 milyon der tutmuz bunu. Geliş beretra. Bunun 6 milyon 800, 6,5 degenlerim var. Lakin misal kreskede az işi farkı kreske 4 sloy kreskesi varmız mı? 2 katar grundröpke keyin kreske üstünden lak 4 oladı. Ama bunu 2 sloy etse 500 milyon arzallaşır kempeleginde da. Ama ina şu misal turimasını görseniz ina men boyumdan belen. Men 1.80 1.83 çıkamam. Ama men boyumdan belen. Ina turimasını görseniz ina. Ama bunun bakası 7 milyon 500 milyondan koyulmuş. Ama kempelegde bunun bakasını 7 milyon 300 et veremiz. 7 milyon 300'den koyarsın. Ava. Yine şu ayağı içinde şimdi sofaları düşündetip açıp işletilinirdi bu yerler. Vakıda kalasa. Turmasını göz veremezsen yakalatana kalsa. Ha, turmasam körsün. Böyle açılan mı usta? Üstü açıladı. Yo, götelilir. Ha, depeyi götelilir. Ha, malına tartması bayını peste. Ha, şimdi açıladı ana içi. Alında tartma, eşik. Ha. Bunda da Eddin şaplamız var. Ne görseniz Eddin şapla bula 2 milyon 800, 700 ahırı bakal sattırayık. Bulardan 2 milyon 500 milyondan koyu veremiz bulardan. Ayşe'nin 2 milyon işi ikisi değil mi? Ava. Bundan köp. Xuda kalasa. Şikaplamız köp. Kelip turup zakas etip alavererler. Satı verdim, kamadı degen gap yok xuda kalasa. Gelerler, görerler şu tayar turma verdi, özünü görüp işini alaman dese apart veremez. Satılgan bolsa zakas ederler, xuda kalasa bitirip apart veremez. Gezgillerde. Hava xuda kalasa. Ha. Bunda yine bir adam Ispaniya'mıza gelir gezdik. Ha, bir adam Ispaniya'mıza gelir. Bir danasını şu İspanya'da bayrama bir xuda kalasa bir oğula ya bir kıza nasip eder şu İspanya xuda kalasa bayramda zakon edip azam bakada koyup beremen 400 bin sonundan beremen. İspanya 2 metre 90. Resmi. 2 metre 90 400 bin sonundan beremen. Şimdi şöyle ne bakasına beni yazıp koyaman. Kelip görüp bir mala şu yerde alıp ketevererler. Xuda kalasa. Ha. Bayramda yine bir kızımıza ya bulmasa şu bir oğlumuza xuda kalasa padarki hesabında 400 milyon et koyup ben hemen 650 milyonla satılıp duran İspanya'ydı. Bulardan yine tileri şimdi tiler açıladı yine şimdi olayım. Bu İspanya'nın üstünde yatsanız yine bir malal ben özüm hem yine bir malal üstünde yatıp gösterem yani. Yine bir malal kettedan kitçadan bir malal arkanın üstünde yatıp işletevererler ama. Bunu götürer asılıp kalmıyor yere deyip duradı bunlar 100%. 100% yere deyip duradı xuda kalasa. 150 kilodan garanti bu İspanya'larda. Ama 550 milyondan koyup veremem var. 550 milyondan ama. Xuda kalasa. Sen de yan başında tuttu yine birisi. Bunu 850 milyondan koyup veremem bunlar. 8069 degenin mini variantıdan katta İspanya kiçiltirilgen variantı. 850 milyon. Ava. Ava uyman akış MDF variantı. Tey açıladı onu. Ava. Ava. 850 milyondan koyup veremez bunu. Mekanizman var bunda. Ava. Bir mala özünü ezet bir şeyler alalım xuda kalasa. 850 milyondan. Gelişemiz dükkana geleversinler xuda kalasa. Ava. Benden yine 2 xil variantda spolni var yine. Xuda kalasa. Bulayna 750 milyondan koyduğumuz bu high-tech variantlar. Buların hem tiyleri açıladı. 2 metre 90 boladı bular. Ava. Bulardan 850 milyondan koyduğumuz. Bulardan gelişip dükkana gel bir mala alıp gidevererler. Tiyler açıladı mesela. Hem mesela tiyler açıladı yine. Bir mala içinde 3 xil polkede vereceği koyup alıp bir mala işletevererler. Özü bir şikap bunun. Hem şikap hem spam ikisi bir dedi tam bunda. Ava. İkisi bir dedi. Yok hem şu 90 santimetre hava. Bir adamlıkta standart edip işlenge. İnanında yine dışa tekep 2 tane tomuç keman var. Mama buvalağa içine pullardı. Aktıklara, kamputları.
O şikamatları salayıp yine şimdi artık giyen vaktinde kıdırıp giyen vaktinde yine şunu veceni içinde alıp beraberler Xuda kalasa ama. Yine eşikleri şimdi edip açıladı yine şimdi yine. Vecedi koyup al bir mala işete verirler. Ama buna 150 bin somdan beri bırak bayram padarkesi bulsun 90 bin somdan beri veremem danasın. Bir danası 90. 90 bin som ama. 150, 140, 130 emez. 90 bin somdan dükkanda 2 tane kelip alıp gete verirler. Tamam. 100 mindən, 100 mindən beraber gittiler, ondan orada 90 mindən beraber gittiler. Tamam. 4 tanesi işlerimize. Ana şimdi Xuda kalasa dükkanımıza gelip bir malal edip alıverirler klientlerimize. Mesela usta, videonun yakınlığımız. Sağ Yaxşı. olun, Xuda kalasa. rahmat olun. Yaxşı. Şu yurtumuza həmişə tırşlıq olsun. Həmişə şu tırşlıq olan yurtqa şu toyla yaraşadı, yaxşı güllə yaraşadı, oyun külgülə yaraşadı. Həmmənin üyündə yaxşı güllə toylab olsun. Həmmənin başı şu toydan çıxmasın. Bizlər həm şu yaxşı günlərdə Xuda xalasaq xidmətdəmiz. Gələvərəslərlə həmişə qolumuz köksümüzdə. 2026-cı il həmməyə omədli, həmmənin rozgarına baxt, həmmənin rozgarına şu bərəkə alıb gələn il olsun. Rahmat. Size hem işleriniz olmadı usta. Rahmat. Halkınız bundan çelişemeyin. Rahmat. Basın eser. Salamat olun. Yersellikliğin bakalacak, mümkün niyet berinlik. Boldu Xuda xalasa. Dışarıda özüm şördəmən Xuda xalasa. Sağ olun usta. Yaxşı, rahmat. Esasın olmasa olmasa bir sağ olun.